Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Alayda İşxanası 9 ayının 7. günü axbarat e'lon qilib, BDT kişilik hukuk mutaxassislarining Uyg'ur rayonidagi kişilik hukuk masalasiga jiddiy qarash kerakligi haqidagi o'rtaq bayonotini jakarlagan. BDT'ning mustaqil kişilik hukuk mutaxassislari bu bayonotida Xitoy hukumatining BDT e'lon qilgan bu dokladagi kişilik hukuk masalasini hal qilishi, dunyoning bu masalaga ko'z yummasligi kerakligini bildirgan. Ular mundaq degan: Xalqaro jamiyat Uyg'ur Abnur rayonida yuz berayotgan sistemalik kişilik hukuk dafsandichiligiga sal qaramaslığı va buning oz sonli millat fuqarolariga ko'rsatayotgan ta'siriga diqqat qilishi kerak. Mutaxassislar 8 ayning 31 kuni e'lon qilingan bu dokladning atrofliq va prinsipliq bo'lganligini, chunki uningda BDT kişilik hukuk alayda programmasida xizmat qilgan mas'ul xodimlar va xizmat gruppasining tashrish doklati ko'z qarashlarining asos qilinganligini bildirgan. Ular yana mazkur dokladda Xitoyning terrorlik va asabiylikka qarshi turish qonunining siyosatini suiiste'mol qilish usullariga diqqat qilishni tavsiya qilgan. Mutaxassislar yana BDT kişilik hukuk Oliy Kengashini Xitoydagi kişilik hukuk masalasi to'g'riliq alayda yig'in etishga, yig'inda kishilar ko'ngil bilib xohlagancha tutqun qilish, majburiy g'oyib qilib etish, diniy erkinlik va so'z erkinligini cheklash qatorliq masalalarni muhokama qilishga chaqirgan. Mutaxassislarning fikricha, BDT kişilik hukuk Oliy Kengashi bir mutaxassislar guruhi qurib, Xitoydagi kişilik hukuk ahvolini har yilgidek nazorat qilib, doklad berib turishni o'ylashi kerak. BDT yana alayda elchi tayinlab, BDTga a'zo davlatlar, BDT organlari va cho'ng korxonalarga haydakchilik qilish orqali Xitoyning kişilik hukuk mas'uliyatini ado qilishiga turtki bo'lishni o'ylash baqsi bo'ladi.